Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun obunachiman akkauntini kuchaytirib berish 3-kun. Men bugun Como va Nice o'yindagi o'yinni boshqaryapman. Bugun Nico Pas va Diop gol urdi. Ketdik. He steps up to steal the ball. Nico Pasga pas, Alvaro Morataga. We've seen some big tackles Nico today. Pas to'pni oldi. Making use of the wide spaces. Yo'q, Dakunyadan Kamga pas va Alvaro Morata He yo'q. misjudged the Yo'q, pass. noto'g'ri. Alvaro Morata. Sergio Roberto. Strong tackle. Verdi. He's Kan. headed the ball forward. Morata top uchun kurashadi. Post. Great dribbling. Yo'q. Yana Diopda top. An Yo'q. expert tackle. Moving down the flanks here. To'pni oldi. That Diego pass Carlos. could have been better. Darvozabonimiz Botas. Diego Post. No pressure here. They're firmly in Verdi'ga control. pas, Verdi Alvaro The Morataga. scores are level, but Alvaro they want Morata, to find Nico a way Pasga, through. Nico Pas. Can he put it away? Nico It's Pas. hit the post. Yo'q, Stanga. Nico Pas to'p uchun kurashadi. Nico Pas We got the man, not the ball. o'yinda qoida buzilish. Ya'ni Nico Pas Did well to win the ball kurashadi va back. to'pni oldi. Nico Pas yana to'pni yana kurashdi, yana oldi. Alvaro Morataga pas. Morata. Juve with the stop. Verdi'dan gol! Simone Verdi. Can they hold on to this lead though? We'll watch a replay Ajoyib this gol. moment again and again. 82-daqiqada. The Top attempt's a uchun long kurash pass. va to'p maydondan chiqib ketdi. It's been evenly matched in Kev. terms of possession. Verdi'da to'p. Verdi Nico Pasga, Lovely Nico passing Pas here. Morataga, Morata Kamga, Nico Pasga. That cross Yo'q, missed its target. uzatma yerda bormadi. Yaxshi. Played short. Oxirgi hujum bo'lishi mumkin bu. Job tackles. Yo'q, Diopda to'p va On the volley. It didn't trouble the keeper. unaqa kuchli zarba bo'lmadi bu. Va biz Nice'da And it's 2-0 job done. hisobida Scenario yutdik. completed. The manager's happy. They Buni ochishim mumkin. Isho ketdik. Mana bizni futbolchilar mana. Ko'rsinglar mumkin. Xo'p. 96 ta tangam bor. Kecha kirdim, lekin joylanmadim video. Hop, ketdik, o'ynaymiz. Biz kuchaytira olmayapmiz, to'g'risini aytsam, uncha yaxshi. Shuning uchun Kasapiga qarshi o'yin. Mana shu 250 dan berganda zo'r bo'lardi. Lekin bizga bermadi. Xo'p, ketdik o'yin. Bugun tusholmaydi Rashford. Chunki unda qizil kartochka bor. Qizil kartochka bir o'yin chetlatilgan u. Shuning uchun ham u bugun o'ynolmaydi. Keyingi o'yindan xudo xohlasa tushadi. Ketdik. Racholiva. Ular tarkibini ko'rishinglar mumkin. Bizning tarkib bu. Varatada. Hop, ketdik. Sahidion o'yinni boshlaveradi. Stewart Widmerga pas. Widmer dan pas. Widmer Van der
Van der Slajosga pas berdi va La Rozabal to'pda olib qo'ydi. Cameron yopishmoqda. Yaxshi. Van der Slajos. Widmerdan pas. Den Holm Diaby Gaspar. Gaspar Larkechega pas berdi. Larkeche yaxshi pas edi, lekin o'tmadi. O'ylangan edi bu. Stewart qoida buzdi. Va almashuv. Jump. Wendell Slajos. Iladi bu futbolchi va Stewart kallasiga tushmadi. Livermento. Yaxshi. Campbell. Va ajoyib zarba edi. Shtangani tepasidan o'tib ketdi. Mana bu zarbani ko'ringlarsizlar. Puf. Sal o'xshamay qoldi. Atak normalni bo'lardi. Yana Sahidionda to'p. Sahidion to'pni oldi, Livermento'dan to'pni oldi endi. Tepish kerakmi? Tepadi va darvozabon. Yaxshi. Sahidion to'pga kurashadi. Perezda to'p. Sousodan to'pni olib qo'ydi. Stewartdan Widmerga pas. Widmer. Yo'q, noto'g'ri pas bo'ldi undan. Kuchli jamoa bilan o'ynamadik. Va Moso Sahidiondan yaxshi tepgan edi u, lekin o'xshamay qoldi. Xo'p. Zur nima e'tibor bermaysizlar? Birinchi taym tugashiga 3 sekund qoldi va ular hujumda va to'p chiqib ketdi maydondan. Diaby, Cameron, Stewart dan Widmerga pas. Widmer beradimi? Yo'q, o'zim tepaman dedi shekilli u. Yo'q, penalti. Bu joyda panelka tepamiz hozir biz. O'xshamadi. Sekingina tepib qo'ydim. O'xshamadi. Gaspar gol! Ajoyib gol! Kiolando Gaspar Sahidiondan ham ajoyib uzatma. Zo'r o'yin bo'lyapti bugun. Penaltidan urolmadi, lekin uglovoydan urib ketdik. Birinchi taym tugadi va pererivda biz futbolchilarni almashtirib olamiz. Ko'ryapsizlar, futbolchilar yetishmayapti bizda. Shuning uchun ko'ryapsizlar nima qilishini. Hozir bu yerda neksek bunday qilib olamiz. Endi normalni bo'lib ketadi. O'ynayapmiz. Sahidion to'pni oldi. Den Holm yuguryapti. Tepaga bitta pas. Stewart. Yo'q. Widmer, Larkachi, Diaby, Den Holm. Ketdik. Gasparda to'p. Gol muallifi Gaspar. Cameron, Gaspar uzatmoqqa beradi hozir. Yaxshi, yo'q, yaxshi bo'lmadi. Sahidion to'pni oldi. Widmerga pas. Widmer nariga qanotda kutib olyapti. Yo'q, yana Gaspar uzatma yana. Campbell yuqorish kerak. Widmer yuguryapti.
Hoppa, yaxshi. Campbell yana to'pni oldi. Endi sal mana bunday qilib tashlab qo'ymoqchi edim. Lekin hozir futbolchilar chiqib ketadi. Mana bunday qilsak aytadi. Hozir ketdik. Uramizga hujum qilishini kutaman men. Faqat uglovoyga chiqarib olaman. Ular gol uradi dedimki bizga uglovoyda. Mana o'y tugaguncha faqat uglovoyga chiqarib beraman. Gol urishdi. Urolmasa bilmadim. Faqat uglovoyga chiqarib beraman. Faqat uglovoyga. Mana zashtaga qaytdik va hammani. Faqat uglovoyga deyapman. Bitta joyga bera olishyapti ular. Chiqib ketib qoldi to'p. Ketib qoldi. Xo'p, lekin hozir to'pni bizga berishsa chiqarib berardim. Berishmayapti. To'pni oldim endi yana bitta. Faqat chiqarib beraman. Livoland. Sauso. Yo'q. Shu yerda penalti ishlab beraymi? Yo'q. Yo'q. Kerak emas. Mana yana bitta imkoniyat desam, yo'q, o'yin tugadi va bizning qahramon bu ko'rib turibsizlar, zo'r o'yin bo'ldi.